Nima buncha dag'dag'a qilasiz? Kim bu? Amaking. Amakim? Ha, qo'zi. Shahardan olib kelgan barrachang shumi? Mani barra deb bu kishi gapiring. Ey qisvetar. Molni eshak, barrani barra deydilar-da. Men senga shaharga qo'l deb aytuvdim. Sen aytganimni qilmading. Arendaga matiz olamiz. Birinchi palasani egallab, Messi taksilarga yo'l bermasdan asabiga tegamiz deyuvdim. Sen aytganimni qilmading. Bitta dom quramiz. Bitta uyni 4-5 kishiga sotamiz deyuvdim. Sen aytganimni qilmading. Nima aytganimni qilmading? Eshitmaganman-da. Quloqimga naushnik qo'ygandir-da, ha? To'g'ri? Don Karimjoni, ovqat tayyor. Dada bu yoqqa qarang. Qo'lga iPhone 16 Pro Max o'zlari roldan qo'paribdilar. Shaharda bu moda. Gapirishlar butun boshqacha. Sen ham iPhone 16 olsang, boshqacha gapirasan. Qayerdan bo'ldi bu? Ana iPhone. Salom hayotdan. Ha, o'zi men to'lashga olgan. Agar gapirish o'zgarsa, agar men 2-aprel kuni Melodiya Astanovkadagi Salom hayotda yangi eng katta filialiga borib, men ham bitta iPhonecha bosib yuboraman. Lekin bacham shu qanaydir akamdan kuyonmanda, nimadir yetishmayapti-da. Abba, qo'paring dadang. Ha, jonimgasan.